Assalomu alaykum. Ukajon qanday? Zakazimiz keldimi? Dastavkani qo'yib turgun ukajon. Ish qanday ketyapti? Aka, kun issiq ko'rib turibsizga. Osonmasa issiq kunlarda. O'zi hech kim chiqqani ham yo'q. Ha, tushundim. Yakshanba kunlari dam olish kerak-da. Bitta taklifim bor. Omadli inson proyektiga 6-odam bo'lib qatnashishga nima deysiz ukajon? Roziman, o'zi bugun endi ishlamoqchi emasdim. Kun isib ketdi aka. Bo'ldi, mana niyatga yetdik. Bo'ldi aka. Bo'lmasam ketamiz, hozir chiroyli. Rostami, aniq? 100%. Kun issiq ko'rib turibsizga. Osonmasa issiq kunlarda. Dilshodbek ukam, nechinchi yilsan? 2002-yilman. Qayerdan? Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan. Ha, yaxshi. Yandexda qancha paytdan beri ishlaysan? 2 yilcha bo'ldi-da. Qanday ishlash, qiyinmi, osonmi? Ish oson emas, lekin amallasa bo'ladi. Kelajakda eng katta orzularingdan birini aytsang zo'r bo'lardi. Xudo xohlasa yanagi yilga, yana bu yil emas, yanagi yilga ayam bilan dadamni hajga jo'nataman. Mashalloh, mashalloh. Javob 100% bo'ladigan. O'zim aytaman sizga. Jo'nat. O'zingiz borasiz, ko'rasiz o'z ko'zingiz bilan, gapga javob. Inshaalloh. Assalomu alaykum do'stlar. Omadli inson nomer 6 Dilshodbek. Dilshodbek, bugungi kun haqida ikki og'iz taassurotlaringiz ukajon. Hammasi zo'r bo'ldi. Avvalambor Allohga shukr, mana sizni yetkazdi bugun. Sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Bundan keyin ham davom etavering, kuzatishda davom etamiz aka. Inshaalloh. Inshaalloh. Ana boyagi reja bor-ku, ota-onani hajga yuborish. U inshaalloh amalga oshsa, Dilshodbek telefon qiladilar, videosini hammaga inshaalloh ko'rsatamiz. Mana u bizning nomimizdan kamgina sovg'a, buni bitta paketda bu yerda qayerga qo'yaylik? Mana shu yerga qo'yamiz. Mana shu yerga qo'yamiz. Xo'p do'stlar, keyingi inson omadli inson nomer 7 ni ham syomkasi bo'ladi. Dilshodbek, mana u kamimiz ziyodmi bizning nomimizdan, bizni komandadan, kreditim bor deyotganingiz, o'shanga kamgina bo'lsa ham hissamizni qo'shdik. Hammaga rahmat.